Assalomu alaykum, hurmatli Tunikafon ishqibozlari, aziz obunachilar. Mana bugun yana bir yangi ishlarimizni sizlar uchun Zarkin Tunikafon kanaliga qo'yib bormoqdamiz. Do'stlar, ekranga yaqinroq o'tirib, videolarimizni oxirigacha kuzatinglar, sababi bu ishimiz ham o'ta bomba tarzda bitkazib berilgan. Sizlarga bizning qilagan ishlarimiz yoqayotgan bo'lsa, hoziroq obuna tugmachasini bosib, bittadan like bosib qo'yinglar. Bu ishimizga qancha Tunikafon rasxod qilganmiz, necha puldan qilib berganmiz. Hozirgi kunda bir kivada Tunikafonimizni barcha rasxodlar ichida necha puldan bo'lyapti, hammasini aytib o'taman do'stlar. Xo'p, bu ishimizni Farg'ona viloyati Boltako'l mahallasida mana shunday dizaynda, mana shunday ko'rinishda, albatta sizlarga yoqadigan fasonlardan birini bitkazib berilgan do'stlar. Bu ishimizga o'sha Tunikafon rasxodimiz 260 kvadrat atrofida tunika rasxod qilganmiz. Barcha rasxodlar ichida 130 ming so'mdan qilib bitkazib berdik. Xo'p, do'stlar, bu 130 ming so'mning ichiga MDF'lari kirmaydi, bilasizlar albatta. MDF'li fason tanlasalar 1 metri 50 ming so'mdan qo'yib berib ketamiz do'stlar. Xo'p, hozirgi kunda vodiy bo'lib ish faoliyatimizni olib boryapmiz. Vodiydan bo'lsalaring bemalol ekrandagi nomerga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa, sizlar istagan dizaynda, sizlar istagan ranglarda albatta kelishilgan hollarda Tunikafon qilib beramiz do'stlar. Musofirdagi ham yurtdoshlarimiz bo'lsa, albatta ekrandagi nomerda WhatsApp, Telegram ishlayapti. Bemalol WhatsAppdan, Telegramdan yozib murojaat qilaverasizlar do'stlar. Xo'p, bizning qilagan ishlarimiz sizlarga yoqdimi, yoqmadimi? Albatta fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Qancha ko'p fikr bildirsalaring do'stlar, bizning qilagan ishlarimiz yanada ham rivojini topib, bizga motivatsiya bo'ladi. Albatta qilagan ishlarimizga like bosib ketinglar do'stlar. Ko'rib turganlaring, bu ishimiz o'ta bir go'zal tarzda